Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamanki, bu hech mubolag'asiz har biringizga, har bir fuqaroga bevosita taalluqli. Kartadan kartaga o'tkazmalar bo'yicha joriy qilinayotgan yangi 23% soliq haqida mish-mishlar emas, balki tasdiqlangan ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Kim to'lash kerak? Kimga pul qaytariladi? Va eng muhimi, qanday qilib o'zingizni asrash kerak? Bularning barchasini juda batafsil tushuntiraman. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir daqiqa sizning moliyaviy osoyishtaligingiz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot hamma uchun hayotiy zarur. Oldin qanday edi? Ko'pchiligimiz uchun bank kartalari orqali pul o'tkazmalari oddiy, qulay va tezkor vosita edi. Qarindoshlarimizga pul jo'natardik, do'stlarimizga qarz berardik, kichik xizmatlar uchun to'lov qilardik yoki biror narsani sotganimizda pulni kartaga qabul qilardik. Davlat organlari asosan yirik miqdordagi shubhali operatsiyalarga e'tibor qaratardi. Kundalik mayda o'tkazmalar odatda nazoratdan tashqarida edi, agar ularda jiddiy g'ayriqonuniy harakatlar alomatlari bo'lmasa. Ya'ni sizning shaxsiy kartangizga kiritilgan yoki undan yuborilgan pul, agar u sizning rasmiy daromadingiz hisoblanmasa, soliqqa tortilmas edi. Bu shuni anglatadiki, sizning ishingizdan olgan oylik maoshingiz yoki tadbirkorlik faoliyatingizdan olingan daromadlar soliqqa tortilgan. Lekin do'stingiz sizga kecha ovqatlanish uchun qarzni qaytargan pul yoki siz onangizga jo'natgan yordam puli soliqqa tortilmas edi. Bu tizim juda ko'pchilik uchun tushunarli va qulay edi. Ayniqsa kichik biznes egalari va frilanserlar uchun ham. Garchi ular uchun maxsus qoidalar mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik o'zining tadbirkorlik faoliyatidan keladigan daromadlarni bemalol shaxsiy kartasiga qabul qilardi, hech qanday xavotirsiz. Chunki banklar va soliq organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi bu darajada avtomatlashtirilmagan edi. Bu esa yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga ham sharoit yaratgan edi. Chunki ko'plab xizmat ko'rsatuvchi shaxslar yoki kichik savdo bilan shug'ullanuvchilar o'z daromadlarini rasmiylashtirmasdan soliqlardan qochishga imkon topardi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Va bu o'zgarish nafaqat kichik miqyosdagi, balki butun moliyaviy tizimga ta'sir qiluvchi jiddiy yangilikdir. Tasdiqlangan qonun hujjatlariga ko'ra, endilikda kartadan kartaga amalga oshiriladigan ba'zi turdagi pul o'tkazmalari uchun 23% soliq joriy etilmoqda. Diqqat qiling. Men ba'zi turdagi demoqdaman, chunki hamma o'tkazmalar ham bu soliqqa tushmaydi. Asosiy e'tibor bu o'tkazmalarning daromad xarakteriga ega bo'lishiga qaratilgan. Ya'ni, agar sizning kartangizga kelayotgan pul sizning tadbirkorlik faoliyatingiz, mustaqil kasbiy ishingiz yoki boshqa tijorat operatsiyalaringizdan olingan daromad bo'lsa, undan 23% soliq to'lanishi mumkin. Bu qonun birinchi navbatda yashirin daromadlarni aniqlash va ularni soliqqa tortishga qaratilgan. Davlat yillar davomida ko'plab insonlar kartadan kartaga o'tkazmalar orqali rasmiy daromadlarini yashirib, soliqdan qochib kelganini ta'kidlamoqda. Yangi tizim esa banklarni va soliq organlarini ma'lum bir miqdordan yuqori yoki ma'lum bir chastotadan ortiq bo'lgan o'tkazmalarni avtomatik ravishda nazorat qilishga majbur qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir pul o'tkazmangiz endi ma'lum bir filtrdan o'tadi va agar u shubhali deb topilsa, soliq tekshiruvi obyektiga aylanishi mumkin. Banklar soliq organlariga muntazam ravishda ma'lumot taqdim etish shart bo'ladi. Bu esa avvalgi holatdan jiddiy farq qiladi. Bu albatta jiddiy choralar bo'lib, ko'pchilikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi va moliyaviy faoliyatimizga yangicha yo'lda yondashishni talab etadi. Demak, nimalarni bilishimiz kerak? Eng avvalo, bu yangi soliq tizimi sizning har qanday pul o'tkazmangizga qo'llanavermaydi. Asosiy tamoyil shundaki, agar sizning kartangizga kelayotgan pul sizning daromadingiz deb hisoblanmasa, u soliqqa tortilmaydi. Masalan, sizning ish haqingiz agar u rasmiy ravishda hisob-kitob qilinib, barcha soliqlar o'z vaqtida ushlab qo'linayotgan bo'lsa, bu yangi soliqqa tushmaydi. Bu soliq ko'proq yashirin, rasmiylashtirilmagan daromadlarga qaratilgan. Soliq organlari banklar bilan birgalikda endilikda har bir fuqaroning karta operatsiyalarini tahlil qiladi. Agar ma'lum bir muddat ichida, masalan bir oy yoki bir yil davomida sizning kartangizga doimiy ravishda ko'p marotaba pul tushumlari kuzatilsa va bu tushumlarning umumiy miqdori ma'lum bir chegaradan oshsa, bu holat soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin.
Bu chegaralar hali rasman aniq belgilangan bo'lmasa-da, ekspertlar bir necha kishi tomonidan muntazam ravishda 200 dan ortiq o'tkazmalar yoki umumiy miqdori ma'lum bir miqdorda, masalan, yiliga 200 million so'mdan oshsa, shubhali deb baholanishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bu chegaralar kelajakda aniqroq belgilanishi yoki o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish muhim. Bu yerda kalit so'z muntazamlik va daromad xarakteri ekanligini yodda tuting. Bir martalik. Tasodifiy operatsiyalar odatda xavf ostida emas. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda o'z daromadlarini rasmiylashtirmasdan faqatgina kartadan kartaga o'tkazmalar orqali pul topadiganlar. Bularga freelanserlar, ya'ni erkin grafik bo'yicha ishlaydigan dasturchilar, dizaynerlar, marketologlar, web kontent yaratuvchilar, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama xizmatlarini ko'rsatuvchilar keladi. Ular o'z mijozlaridan pulni shaxsiy kartalariga qabul qilishadi va rasmiy hisobotlarda bu daromadlarni aks ettirmaydilar. Shuningdek, kichik biznes egalari, masalan, uyda tort pishirib sotadiganlar, qo'l mehnati mahsulotlarini internet orqali sotuvchilar, kichik xizmatlar ko'rsatuvchilar, masalan, go'zallik salonlari ustalari, avtomobil ta'mirchilar, sartaroshlar ham bu qoidaga tushishi mumkin. Agar ular o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa yoki ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa-da, karta orqali olgan daromadlarini rasmiy hisobotlarda ko'rsatmayotgan bo'lsa, keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bik. Dasturchi. Faraz qilaylik, Jasur ismli dasturchi bor. U hech qanday yakka tartibdagi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazmagan va hech qanday rasmiy ish joyiga ega emas. U bir nechta mijozlar uchun veb saytlar yaratib beradi va har bir loyiha uchun o'rtacha 5 million so'm oladi. U yiliga imeta shunday loyihani amalga oshiradi va umumiy daromadi 7 million so'mga yetadi. Bu pullarning hammasi uning shaxsiy bank kartasiga mijozlar tomonidan o'tkaziladi. Har oy uning kartasiga 2-3 marta har bir o'tkazma 5 million so'mdan tushadi. Oldin bunday holatga soliq organlari kamdan kam hollarda e'tibor berardi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha Jasurning kartasiga kelgan bu tushumlar muntazamlik va miqdori tufayli daromad sifatida baholanadi. Jasur soliq organlaridan so'rovnoma olishi mumkin va undan bu pul o'tkazmalarining sababini tushuntirishni so'rashadi. Agar u o'zining dasturiy xizmatlari uchun pul olganini tan olsa, u 7 million so'mdan 23% soliq to'lashi shart bo'ladi. Bu esa 16 million 20 ming so'mni tashkil qiladi. Agar u o'z faoliyatini rasmiylashtirganda va to'g'ri soliq rejimini tanlaganda, masalan, o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganida, bu soliq yuki ancha kamroq. Masalan, oylik kamida 300 ming so'm yoki undan ko'proq miqdorda belgilangan soliq to'lovlari bilan chegaralangan bo'lar edi. Lekin u buni qilmagani uchun endi ushbu daromaddan to'liq 23% to'lashga to'g'ri keladi. Agar u to'lamasa, jarimalar va penaltilar ham qo'shilishi mumkin. Misol, 2 qandolatchi ayol, Oysha ismli uy bekasi bor. Uyda o'tirib turli xil bayramlar uchun tortlar va shirinliklar tayyorlab sotadi. Uning kuniga 3 ta buyurtmasi bo'ladi va har bir tort uchun 1000 ming so'mdan 300 ming so'mgacha pul oladi. Barcha to'lovlar uning shaxsiy kartasiga mijozlar tomonidan o'tkaziladi. Uyga uning kartasiga o'rtacha 56 marta umumiy miqdori takashum 20 million so'm atrofida pul tushadi. Yillik daromad esa 1 million so'mga yetadi. Bunday muntazamlik va mayda o'tkazmalarning ko'pligi ham soliq organlarining e'tiborini tortadi. Oyshaga ham xuddi Jasur singari soliq majburiyatlari yuklanishi mumkin. 20 million so'mdan 23% soliq, ya'ni 27 million 600 ming so'm tashkil qiladi. Ular o'z faoliyatini rasmiylashtirib, masalan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganlarda soliq yuki ancha kamroq bo'lishi mumkin edi. Masalan, aylanmadan soliq to'lash, aynan o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun mo'ljallangan soliq rejimlaridan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Ular uchun, masalan, yillik daromadning daxl miqdorida soliq to'lash yoki belgilangan qat'iy miqdordagi soliqni to'lash imkoniyati mavjud. Bu albatta 23 dan ancha foydali. Misol 3, avtomobil yuvish shoxobchasi egasi, kichik. Aqmal ismli tadbirkor kichik avtomobil yuvish shoxobchasiga ega. Uning barcha mijozlari naqd pul to'lashadi yoki pulni uning shaxsiy kartasiga o'tkazib yuborishadi. Aqmal o'z faoliyatini rasman ro'yxatdan o'tkazgan, lekin kassir apparatidan foydalanmaydi va daromadlarini to'liq ko'rsatmaydi. Oyga uning kartasiga 100 ga yaqin o'tkazma keladi. Har biri 6 ming so'mdan
50 ming so'mgacha. Umumiy oylik tushumi 45 million so'm atrofida. Yillik esa 6 million so'm. Bu ham soliq organlari uchun qizil bayroq bo'ladi. Chunki rasmiy hisobotlarda ko'rsatilgan daromad bilan karta tushumlari o'rtasida katta farq bo'ladi. Akmal ham rasmiy ravishda daromadini kamaytirishga uringanlik uchun jazoga tortilishi mumkin. Bunday holatda soliq organlari uning barcha karta o'tkazmalarini tekshirib, yashirin daromadlarni aniqlaydi va unga qo'shimcha soliqlar va jarimalar solishi mumkin. Kimga xavotirlanish shart emas. Eng avvalo shaxsiy maqsadlar uchun pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchilar. Masalan, qarindoshlarga yordam, do'stlarga qarz berish va olish, oila a'zolariga pul yuborish, shaxsiy buyumlarni sotishdan tushgan pul. Bu kabi operatsiyalar daromad olish maqsadini ko'zlamaydi va shuning uchun ular soliqqa tortilmaydi. Misol uchun, qarindoshga yordam. Gulnora ismli ayol Toshkentda yashaydi va oyiga 1 million so'm miqdorida pulni viloyatda yashovchi onasiga doimiy ravishda jo'natadi. Bu pullar uning onasining kommunal to'lovlari, dori-darmonlari va kundalik ehtiyojlariga sarflanadi. Bu o'tkazmalar daromad sifatida baholanmaydi, chunki bu shaxsiy yordam. Gulnora yoki uning onasi bu pullardan soliq to'lashga majbur emas. Agar soliq organlaridan so'rovnoma kelsa, Gulnora onasiga yordam sifatida pul yuborganini tasdiqlovchi dalillarni, masalan, oilaviy munosabatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar yoki o'tkazmaning izohida onamga moddiy yordam deb yozganini ko'rsatishi mumkin. O'tkazmalarning izoh qismiga to'g'ri ma'lumot yozish bu holatda juda muhim. Misol 5 qarz qaytarish. Do'ston ismli talaba do'stdan 2 million so'm qarz olgan edi. Uning stipendiyasi tushgandan so'ng do'stiga qarzini kartadan kartaga o'tkazib berdi. Bu bir martalik o'tkazma bo'lib, daromad emas, balki qarzni qaytarishdir. Do'ston ham, uning do'sti ham bu puldan soliq to'lamaydi. Agar soliq organlarida savollar tug'ilsa, qarz berish va olish to'g'risidagi yozishma, masalan, Telegramdagi chatlar, hatto norasmiy bo'lsa ham yoki qarz shartnomasining nusxasi agar tuzilgan bo'lsa, dalil sifatida xizmat qilishi mumkin. Agar qarz yirik miqdorda bo'lsa, qarz shartnomasini notarial tasdiqlash yanada ishonchli bo'ladi, lekin bu majburiy emas. Muhimi sizning harakatlaringiz isbotlanadigan bo'lsin. Misol 6, eski narsani sotish. Sanjar o'zining eski ishlatilgan telefonni internet orqali 3 million so'mga sotdi. Bu ham uning shaxsiy mol-mulkini sotishdan olingan bir martalik daromad emas, balki mulkni pulga aylantirish. Bunday o'tkazmalar ham soliqqa tortilmaydi. Agar bu faoliyat muntazam ravishda amalga oshirilmasa va u odatda sotish uchun narsalar sotib olmasa, ya'ni agar u telefonni sotish maqsadida sotib olmagan bo'lsa, bu bir martalik shaxsiy mol-mulkni sotish hisoblanadi. Agar u har oy 5-6 ta telefon sotsa, u holda bu tijorat faoliyati sifatida baholanadi va u soliqqa tortilishi mumkin. Lekin bir marotaba sotilgan eski narsa soliqqa tortilmaydi. Bu qoida shaxsiy avtomobilni yoki uy-joyni sotishga ham taalluqlidir. Asosiy farqni tushunish juda muhim. Soliq organlari sizning doimiy va muntazam ravishda oladigan daromad keltiruvchi operatsiyalaringizga e'tibor qaratadi. Bir martalik, tasodifiy yoki shaxsiy xarakterdagi o'tkazmalar sizni xavotirga solmasligi kerak, agar siz ularni to'g'ri izohlay olsangiz. Endi esa ushbu yangi tizimning ba'zi noaniq jihatlari, istisnolari va yashirin tuzoqlari haqida gaplashaylik. Ko'pchilik buni noto'g'ri tushunadi yoki ba'zi muhim tafsilotlarni e'tibordan chetda qoldiradi. Bu esa keyinchalik jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, pul o'tkazmasining maqsadi juda muhim. Bank o'tkazmasi paytida izoh maydoniga nima yozganingiz katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz do'stingizga qarzni qaytarayotgan bo'lsangiz va qarz uchun deb yozsangiz, bu vaziyatni ancha osonlashtiradi. Lekin agar siz freelancer bo'lsangiz va mijozingiz sizga veb-sayt xizmatlari uchun yoki dizayn ishlari uchun to'lov deb pul o'tkazsa, bu sizning daromadingiz ekanligiga yaqqol dalil bo'lib xizmat qiladi. Ko'plab odamlar bu maydonchani e'tiborsiz qoldiradi yoki umuman to'ldirmaydi. Bu esa keyinchalik soliq organlari bilan muloqotda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Har doim pul o'tkazmalarining haqiqiy maqsadini yozishga harakat qiling. Ammo esda tuting, yolg'on ma'lumot berish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar siz onamga yordam deb yozsangiz, lekin aslida bu xizmat uchun to'lov bo'lsa, soliq organlari buni aniqlasa, sizga qo'shimcha jarimalar qo'llanilishi mumkin. Chunki bu holatda siz soliqdan qochishga uringan hisoblanasiz. Ikkinchidan, o'tkazmalar soni va muntazamligi. Sizning kartangizga kelgan bir martalik yirik o'tkazma
Masalan, kvartira sotishdan olingan 500 million so'm darhol soliqqa tortilmaydi. Chunki bu mulkni sotishdan olingan daromad sifatida ko'rib chiqiladi. Va bunday katta summalarning soliqqa tortilishi uchun boshqa qoidalar mavjud. Lekin agar sizning kartangizga har kuni, hatto ertasiga ham mayda lekin ko'p sonli o'tkazmalar kelib tursa, masalan kuniga 10-15 ta o'tkazma, har biri egam deyin 1000 ming so'mdan. Bu holat soliq organlari uchun qizil bayroq bo'ladi. Bu faol tadbirkorlik faoliyatining belgisi bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab savdo yoki xizmat ko'rsatish sohalarida aynan shunday turdagi operatsiyalar amalga oshiriladi. Soliq organlari uchun qimmatli ma'lumot manbai aynan mana shunday muntazamlik va chastotalar, shuningdek turli xil jo'natuvchilar tomonidan amalga oshirilgan o'tkazmalar. Uchinchidan, jamoaviy xaridlar va kassa yig'ish kabi holatlar. Tasavvur qiling, siz bir guruh do'stlar bilan birgalikda sayohatga chiqishga qaror qildingiz va barcha pullarni bir kishining kartasiga yig'ishga kelishdingiz. Har bir kishi 2 million so'mdan pul o'tkazadi va umumiy hisobda 20-30 million so'm yig'iladi. Agar bu pullar keyinchalik sayohat xarajatlari uchun ishlatilsa va siz buni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lsangiz, masalan, chiptalar, mehmonxona bronlari, do'stlar bilan yozishmalar, unda bu daromad hisoblanmaydi. Biroq agar sizda bunday dalillar bo'lmasa, bu pul o'tkazmalarining ko'pligi va nisbatan yirik miqdori sizga soliqqa oid savollar tug'dirishi mumkin. Soliq organi bu pullarni sizning daromadingiz sifatida baholashi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday holatlarda imkon bo'lsa, barcha ishtirokchilarning ismlarini ko'rsatgan holda sayohat uchun pul yig'ish kabi izoh yozish juda muhimdir. Yoki har bir xaridni alohida to'lash eng yaxshi variant bo'ladi. Agar bu texnik jihatdan imkon bo'lsa, agar bir kishi yig'sa, keyinchalik kvitansiyalarni va ishtirokchilarning ro'yxatini saqlab qo'ying. 4-dan, banklarning roli. Banklar endilikda soliq organlarining asosiy sheriklaridan biriga aylanadi. Ular sizning operatsiyalaringizni avtomatik tizimlar orqali kuzatib boradi. Agar sizning kartangizga yuqorida aytilgan shubhali operatsiyalar tushsa, bank avval sizdan izoh talab qilishi mumkin. Banklar har bir mijozning moliyaviy profilini yaratadi va undan chetga chiqqan har qanday harakatni qayd etadi. Agar siz izoh bera olmasangiz yoki izoh bankni qoniqtirmasa, ma'lumotlar soliq organlariga yuboriladi. Banklar soliq sirlarini saqlashga majbur bo'lgan bo'lsa-da, qonuniy talabga ko'ra ular ma'lumotlarni taqdim etishlari shart, ayniqsa pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish shubhalari bo'lgan hollarda. Bu degani, banklar endi shunchaki pul o'tkazuvchi vosita emas, balki moliyaviy nazoratning faol ishtirokchisi bo'ladi. 5-dan, naqd pul yashirin iqtisodiyotni hal qiladi degan noto'g'ri tushuncha. Ba'zilar bu soliqlardan qochish uchun faqat naqd puldan foydalanishga o'tishni rejalashtirishi mumkin. Biroq bu uzoq muddatda yanada jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Katta miqdordagi naqd pul bilan operatsiyalar amalga oshirish ham soliqlardan bo'yin tovlash deb baholanadi va buning uchun ham qonunda jiddiy javobgarlik choralari belgilangan. Soliq organlari yirik naqd pul operatsiyalarini ham nazorat qila oladi. Masalan, bank hisoblariga katta miqdorda naqd pul kiritish yoki yechib olish holatlari. Bundan tashqari, naqd pulsiz iqtisodiyotga o'tish tendensiyasi butun dunyoda kuzatilmoqda va naqd pul bilan ishlashning o'zi ko'pincha yashirin iqtisodiyot bilan bog'liq deb qaraladi. 6-dan, beg'araz yordam yoki xayriya. Agar siz biror kishiga beg'araz moddiy yordam ko'rsatsangiz yoki xayriya tashkilotiga pul o'tkazsangiz, bu daromad solig'iga tortilmaydi. Lekin bu holatlarda ham o'tkazma izohida xayriya yoki moddiy yordam deb ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, agar siz kimdandir katta miqdorda sovg'a olsangiz, masalan, to'yda berilgan sovg'alar, bu ham odatda daromad sifatida baholanmaydi. Ammo agar sovg'a miqdori juda katta bo'lsa va bu muntazam ravishda takrorlansa, soliq organlarida savollar tug'ilishi mumkin. Bunday holatlarda sovg'a shartnomasi hatto oddiy yozma shaklda tuzib qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar sovg'a beruvchi shaxs sizga begona bo'lsa, bu har qanday tushunmovchilikni bartaraf etishga yordam beradi. Xo'sh, bu yangi qoidalar doirasida o'zingizni himoya qilish va soliq muammolariga duch kelmaslik uchun nima qilish kerak? Mana sizga aniq va amaliy maslahatlar. 1. Shaxsiy va biznes kartalarini ajrating. Agar sizda biron bir daromad keltiruvchi faoliyat bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomini oling. Bu jarayon hozirda juda soddalashtirilgan
va ko'p hujjatbozlik talab qilmaydi. Keyin esa shu faoliyat uchun alohida bank kartasini oching va barcha biznes bilan bog'liq pul o'tkazmalarini ushbu kartaga qabul qiling. Shaxsiy xarajatlaringiz va oila o'tkazmalar uchun esa boshqa shaxsiy kartadan foydalaning. Bu eng oddiy va samarali usul bo'lib, moliya oqimlaringizni tartibga soladi va soliq organlari uchun tushunarli bo'ladi. Misol uchun, agar siz tort pishirib sotsangiz, alohida biznes karta oching va mijozlardan to'lovlarni unga qabul qiling. Keyin esa belgilangan soliq rejimiga muvofiq soliq to'lovlarini amalga oshiring. Bu holatda siz 23 emas, balki ancha kamroq soliq to'laysiz va qonuniy asosda ishlaysiz. Bu esa sizni har qanday jarimalardan himoya qiladi. 2. Barcha operatsiyalarni hujjatlashtiring. Sizning kartangizga kelgan har qanday yirik pul o'tkazilmasining sababini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu bank hisobotlari, yozishmalar, shartnomalar, cheklar, qarz tilxatlari yoki boshqa dalillar bo'lishi mumkin. Hujjatlarni raqamli yoki qog'oz shaklida tartibli ravishda saqlang. Agar siz kimdandir qarz olgan bo'lsangiz yoki unga qarz bergan bo'lsangiz, bu haqida yozma kelishuv tuzishga harakat qiling yoki hech bo'lmaganda elektron yozishmalarni Telegram, WhatsApp, SMS saqlab qo'ying. Unda qarz miqdori, qaytarish muddati va taraflarning kelishuvi aniq ko'rsatilgan bo'lsin. Agar siz do'stlar bilan biror narsa uchun pul yig'ayotgan bo'lsangiz, ishtirokchilarning ro'yxati va ulardan olingan summalarni qayd qiling. Barcha ishtirokchilarga pul nima uchun yig'ilayotganini tushuntiring va ulardan o'tkazma izohiga tegishli ma'lumotni kiritishni so'rang. Agar sizga sovg'a yoki moddiy yordam kelsa, iloji bo'lsa, buni tasdiqlovchi qisqa yozma xat yoki yozishma saqlab qo'ying. Har bir o'tkazma uchun asosli izoh yozishni odat qiling. O'tkazma izohiga diqqat qiling. Pul o'tkazmasini amalga oshirishda izoh maydonini bo'sh qoldirmang. Bu maydon juda muhim vosita bo'lib, kelajakda soliq organlaridan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan savollarga javob berishda sizga yordam beradi. Agar siz do'stingizga qarzni qaytarayotgan bo'lsangiz, qarzni qaytarish deb yozing. Agar oila a'zoyingizga yordam yuborsangiz, onamga, opamga, ukamga moddiy yordam deb yozing. Agar siz farzandingizning o'qish pulini to'lasangiz, farzandimning o'qish to'lovi deb ko'rsating. Bu oddiy qadam kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini oladi va sizning harakatlaringiz shaffof ekanligini ko'rsatadi. 4. Muntazam katta o'tkazmalardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga muntazam ravishda haftada bir necha marta, oyiga 10 martadan ortiq bir necha kishidan pul kelib tursa va bu summalarning umumiy miqdori yirik bo'lsa, bu deyarli aniq daromad sifatida baholanadi. Bunday holatda o'zingizning faoliyatingizni qonuniy asosda rasmiylashtirish haqida o'ylab ko'ring. O'z-o'zini band qilish yoki yati sifatida ro'yxatdan o'tish sizga ancha past soliq stavkalarini taklif qiladi va soliq qonunchiligini buzish xavfidan qutqaradi. Masalan, o'zini band qilgan shaxslar uchun yillik soliq miqdori juda maqbul darajada belgilangan bo'lib, bu 23 bandidan ancha kamdir. 5 soliq maslahatchisi bilan bog'laning. Agar sizda moliyaviy operatsiyalaringizning murakkabligi bo'yicha shubhalaringiz bo'lsa yoki siz katta miqdordagi pul o'tkazmalari bilan ishlasangiz, tajribali soliq maslahatchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizni tahlil qilib, optimal yechimlarni taklif qilishadi. Soliq maslahatchilari sizning faoliyatingizni to'g'ri rasmiylashtirish, qonuniy soliq rejimini tanlash va kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Yodingizda bo'lsin, bir marta maslahatchiga to'langan pul keyinchalik minglab jarimalardan saqlab qolishi mumkin. 6. Agar sizga soliq organlaridan so'rovnoma kelsa, xotirjamlikni saqlang va darhol javob berishga harakat qiling. Kechiktirish vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Ularning so'roviga asosan pul o'tkazmalarining maqsadini va manbasini tushuntiruvchi barcha mavjud hujjatlarni yuqorida aytilgan taqdim eting. Agar siz haqiqatdan ham pulni daromad sifatida olgan bo'lsangiz, buni yashirishga urinmang. Soliq to'lashdan qochishga urinishlar keyinchalik yanada og'ir jarimalar va jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Daromadingizni tan olib, soliqni o'z vaqtida to'lash eng to'g'ri yechimdir. Ba'zi hollarda, agar siz avval rasmiylashtirilmagan daromadlarni tan olsangiz, soliq organlari sizga yengilliklar berishi yoki jarimalarni kamaytirishi mumkin. Masalan, agar siz daromadni rasmiy ravishda e'lon qilsangiz, ular sizga o'z-o'zini band qilish statusiga o'tishingizni taklif qilishlari mumkin. Bu esa soliq yuki 23 bo'limdan ancha past bo'ladi. 7. Pulni qanday qaytarish mumkin? Agar sizga
noto'g'ri soliq hisoblangan bo'lsa yoki siz daromad hisoblanmagan puldan soliq to'lagan bo'lsangiz, qaytarish tartibi mavjud. Buning uchun siz soliq organlariga murojaat qilishingiz, vaziyatni tushuntirishingiz va dalillarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz onangizga yuborgan pulni noto'g'ri daromad deb hisoblashgan bo'lsa, siz bank o'tkazmalarini, onangiz bilan munosabatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va o'tkazma izohini ko'rsatib, pulni qaytarishingiz mumkin. Arizangizni yozma ravishda 2 nusxada topshiring va bir nusxasiga soliq organlari xodimining imzosi va sanasini qo'ydirib oling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo qonuniy asoslar bo'lsa, siz pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Bu qoidalar faqat yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishga qaratilganini tushunish muhim. Qonunlarga rioya qiladigan va o'z faoliyatini to'g'ri rasmiylashtirgan fuqarolar uchun bu yangiliklar hech qanday muammo tug'dirmaydi, balki adolatli raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi. Davlatning maqsadi oddiy fuqarolarning shaxsiy moliyaviy operatsiyalariga aralashish emas, balki rasmiy tarzda ro'yxatdan o'tmasdan daromad topuvchi shaxslarni aniqlashdir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, kartadan kartaga o'tkazmalar bo'yicha joriy qilingan 23% soliq bu yangi haqiqat. U har birimizdan moliyaviy savodxonlikni, mas'uliyatni, ehtiyotkorlikni talab qiladi. Qoidalarni bilish, ularga amal qilish va moliyaviy operatsiyalaringizni to'g'ri hujjatlashtirish orqali siz o'zingizni kutilmagan soliq muammolaridan himoya qila olasiz. Asosiysi to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lish va yashirin daromadlardan qochishdir. O'zingizni asrang, moliyaviy faoliyatingizni shaffoflashtiring va tinch uxlaysiz. Bu videoda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Siz ham shu kabi vaziyatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelgusidagi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz sizga doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Hammaga rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha